Nigoh podkastini birinchi sonidamiz. Men yaqinda Disneyga, Pixarga topshirdim. U Mayani tanlagan, men 3D Max tanlaganman. O'zbek animatsiyasi, o'zbek bozori qanaqa ahvolda? O'zimga ishonch bilan aytardim-da. Bo'ldi endi animatorlarga ish qolmaydi. Bir kunda 40 sekund, 1,5 minutlar qilganman. Men hayotimda ikkita yo bitta ishlaganda. Shogirdlardagi eng katta xato nima? Tez pulga kirishni o'ylashmi yoki sabr qilmasligimi? Disney Pixarga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, sizda ishingiz xuddi Disney Pixar'dagidek bo'lishi kerak. Bitta kursimizda tekin o'rgatamiz. Tekin 50% emas. Nigoh podkasti kompyuter grafikasi va animatsiya sohasiga qiziqqanlar uchun ochiq suhbat maydoni hisoblanadi. Bu yerda tajriba, real qarashlar va haqiqiy yo'l haqida gaplashamiz. Bu birinchi son, shuning uchun kamchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin bu boshlanishi. Har bir katta loyiha aynan shu bosqichdan o'tadi. Agar siz ushbu sohani chuqurroq tushunishni istasangiz, Nigoh podkasti siz bilan birga o'sadi. Ustoz muxlislari ko'p aka. Siz bilmaysiz ustoz. Meni ham ko'maydi. 20 ta yo 30 ta chiqadi. Yo'q. Taniyman hammasini. Telegramda 8 tadan ko'p odam bor. Dastoniy bolalar. Bo'ldi, shiriq qilmayman endi. Bo'ldi, men kameraga qarab boshlayman unda. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Nigoh podkastini birinchi sonidamiz. Bugungi mehmonimiz 15 yoshlarida Diplomatiya universitetiga kirganlar. Animatsiya va kompyuter grafikasida 10 yildan ortiq tajribaga ega inson. Men ustozim Jasurbek Abotayev. Ustoz, xush kelibsiz. Assistant District Attorney. If I had known he was the Assistant District Attorney, I would have hit him. Hey, I know you. Hello, you know me, cool. I mean, yeah, you do. Do you? The rest of the league will terminate operations. Exactly, you know it. Wait, what did you say? Assalomu alaykum. Avvalambor taklif qilganingiz uchun suhbatga kattakon rahmat. Sizdan yo'q deganingiz uchun kattakon rahmat sizga. Ustoz, savollar berishdan oldin bitta narsa so'ramoqchiman, keyin suhbatni boshlaymiz. Ijtimoiy tarmoqlardan siz haqida ma'lumot qidirdim. Ustozim o'zi esa yana ham chuqurroq qidirganimda 15 yoshlarida Diplomatiya universitetiga kirgan degan joyda o'qidim. Shuna bitta qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, misol uchun 15 yoshda universitetga qabul qilmaydi odatda. Shuni bitta aytib bersangiz, menimcha bizni ko'rib turganlar ham bu qiziq, keyin suhbatni boshlaymiz. Xo'p. Bu maktab davrlaridan boshlangan. Maktab davrlarida bizda gimnaziyada o'qiganmiz, ya'ni iqtidorli bolalarni alohida sinf qilib o'qitishgan va o'sha sinfda biza 4-sinfda o'qimaganmiz. Umuman butun sinf 4-sinfda mustaqil o'qib, birdaniga 5-sinfga ko'chganmiz. O'shandan qiziqish boshlangan, ya'ni nima deydi, sakrashga, sinfdan sinfga sakrashga va bilimlarni tezroq o'rganishga. O'shandan keyin boshqa maktabga ko'chganmiz va 6-sinfda sakraganmiz. 6-sinfda o'qimasdan 5da o'qigandan keyin 6-sinf o'qimiz, birdan 7ga o'tganmiz va oxirida 10-sinfdan birdaniga bitirib 11-sinf o'qimasdan diplomatiyaga topshirganmiz. Endi kelganimizda ham shunaqa bo'lgan, o'sha qaysi institutga topshiramiz? Meni yo'nalishim o'zi iqtisod yo'nalishi, matematika, ingliz tilini bitirib kelganmiz va qaysiga topshirish masalasi tug'ilgan. O'shanda diplomatiyaga topshirganmiz. Unga ham onam sababchi bo'lgan. Telefon qilib qaysiga topshiraylik desa, eng zo'ri qaysi degan, diplomatiyaga desa, o'shanga topshir deyishga, shunga diplomatiyaga topshirganmiz va 15 yoshimda diplomatiyaga kirganman. Bitirganmisiz?
Ha, 2002-yil kirganmiz, 15 yoshda, 2007-yil 20 yoshda bitirganmiz. Animatsiya sohasiga qachon kirgansiz? Animatsiya sohasiga o'sha o'qib yurgan vaqtlarim taxminan 2-kurs edim. 2-kursda 2003-2004-yillar o'sha yillarda bir o'rtog'im bo'lardi, u ham animatsiyaga qiziqardi. Shu kursdoshimiz o'sha taklif qilgandi, mana shunaqa bor ekan, o'rganamizmi deb. Qizig'i shundaki, u Mayani tanlagan, men 3D Max tanlaganman va o'shanda o'rganish boshlangan. Va eslayman, 3-kursda reklamadan nima deydi, darslarimiz bo'lardi, kursimiz bo'lardi. O'shanda hamma o'zi proyekt qilish kerak edi. Ya'ni mustaqil proyekt qilish kerak, nimadir obyekt, mahsulot topib reklama qilish kerak. Shunda men o'zimni birinchi ishim animatsiyam shu to'liq 3D da animatsiya qilganman. Bir mashinani reklamasini nima edi, reklama qilganman. Personajlar, hayvonlar bilan birga. Ya'ni 0 dan olib final topshirgansiz. Final topshirganmiz. Eng yaxshi ishlardan biri bo'lgan. Animatsiya mayada bo'lganmi? Animatsiya mayada bo'lganmi? Yo'q, o'shanda 3D Maxda bo'lgan. Maxda bo'lgan. 3D Maxda bo'lgan. O'sha vaqtda qiziqishim faqat Maxga bo'lgan. Maya hali endi chiqayotgan vaqtlar bo'lgan. Xo'p, rahmat ustoz. Birinchi savol, o'zbek animatsiyasi, o'zbek bozori qanaqa ahvolda? Chetga qaraganda rivojlanish bormi yoki yo'qmi? Rivojlanish bor. Aytishim mumkin, masalan, 20 yilni oladigan bo'lsak, 20 yil oldingi bilan solishtiradigan bo'lsak, 2006-yil bilan juda katta o'sish bor. Даже 10 yilni hisoblasak ham yoki keyingi 5 yilni hisoblasak ham ancha o'sish katta. Ya'ni o'zimizga qarab, o'zimizning bozorda ichida, masalan, O'zbekistonning ichida olib qaraydigan bo'lsak, juda rivojlanish katta. Masalan, studiyalarda olsak ham, agar ancha avval animatorlar sonini qaraydigan bo'lsak ham juda kam edi, sanoqli odamlar edi. Hozir animatorlar ham ko'p, o'quvchilar ham ko'p, studiyalar ham ko'p. Lekin agar jahon bilan solishtiradigan bo'lsak, hali juda ham orqadamiz. 10 ballik shkalada necha ball berasiz o'zbek animatsiya bozoriga? Bozorda o'ziga. Bozorda o'ziga 2 ball bergan bo'lardi. To'g'rirog'i, ya'ni chetga qaraganda hali bozor ancha rivojlanmagan. Endi shu yoqdan savol bor menda. Hali rivojlanish u darajada emas dedingiz. 10 ballik shkaladan 2 ball berdingiz, lekin hozir sun'iy intellekt kirdi o'zi. Biz CGI yo'nalishimizga ham, grafika sohasiga ham o'zi kirdi sun'iy intellekt. Hali siz aytyapsiz, hozir O'zbekiston hali unaqa darajada emas deyapsiz, lekin o'zi sun'iy intellekt kirib, menimcha ancha-muncha ishlarni olib qo'ydi o'zi. Endi shu yerda savol, sun'iy intellekt vaqt o'tib rivojlanyapti, to'xtamayapti. Kimlar qoladi bozorda? Animatorlardan. Animatorlar chopilib ketadimi o'zbek tilida aytganda yokida faqat yaxshilari qoladimi? O'zi qo'qishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Birinchidan nima bo'lishini aniq bilmayman. Mana hamma qatori hech kim bilmaydi va taxmin qilishimiz mumkin. Meni taxminlarim bo'yicha animatorlarda o'rnini olib qoladigan darajada bo'lmaydi. Masalan, 3 yil oldin nima deydi, juda ham o'zimga ishonch bilan aytardim-da. Nima deydi, o'rnini olib qo'ya olmaydi deb. Hozir sal shu ishonchim pasaygan sal. Lekin hali ham shu fikrdaman. Ishlarni olib qola olmaydi. Chunki ijodiy ishda baribir nima deydi, ijodkorlarda anus kerak. Nima edi, hissasi kerak. Sun'iy intellekt ko'proq replikaga, qaytarishga mo'ljallangan hisoblanadi va o'shaning uchun bizga ta'siri kamroq bo'ladi o'ylayman. Lekin qanaqa ishlarga ta'sir qiladi? Masalan, referensdan ko'chirib qiladigan animatorlarga u ishini olib qo'yishi ehtimoli juda ham katta. Va hokazo. Lekin umumiy hisobda katta productionlarda animatorlarning o'rnini bosib oladigan darajada hali rivojlangani yo'q. Bilmadim, balki 10 yildan keyin, balki 20 yildan keyin bo'lishi mumkin. Lekin hozircha masalan to'g'ri ishlatishyapti, spesifikaga, renderga, compose ga ishlatishyapti. Aynan animatsiyaga katta studiyalar ishlatishga hali qo'rqishyapti. Hali tayyor emas. Shuning uchun menimcha qo'rqmagan ma'qul animatorlar. Shu narsani bitta narsaga sal bundoq taqqosladim. Shu qanchalik to'g'ri aytsangiz, motion capture chiqqan payti ham men o'qidim, qidirib ko'rganimda bo'ldi, endi animatorlarga ish qolmaydi. Hamma narsani motion capture qiladi deyishgan ekan. Lekin mana Avatar'da ikkinchi seriyasida James Camerondan intervyu olishganda
80% ni qo'ldan animatsiya qildik dedi. Oradan 26 yil o'tib. Endi aytmoqchi bo'lganim, sun'iy intellekt ham shunga o'xshagan narsami, yo'q, bu xavfliroqmi bizga sohamizga nisbatan? Motion capture haqidagi fikringiz qo'shilaman. Men ham shunday edim. Masalan, o'sha vaqtlarda hamma motion capture bo'ldi, animatorlar keragi yo'q, ko'chiradi deb o'ylagandim-da. To'g'ri. Ya'ni bu unaqa bo'lib chiqmadi. U bir toolga aylandi, ya'ni bir uskuna, odamlarga yordam, animatorlarga yordam beradigan, studiyaga yordam beradigan bir nima deydi, vositaga aylandi. Lekin hech kim animatorlarni olib qo'ygani yo'q. To'g'ri, qanaqa ma'noda bo'lishi mumkin? Masalan, o'yin kompaniyalari motion capture'da ishlaydigan animatorlar yollay boshladi. Oldin keyframe'da ishlaydigan animatorlar yollagan bo'lsa, endi motion capture'da ishlaydiganlar ola boshladi. Chunki o'yin kompaniyalariga masalan bitta o'yin uchun 2,5-3,5 soatlik shotlar bo'ladi, animatsiyalar bo'ladi. Uni ruchnoy qilib chiqish juda katta, qo'lda qilish vaqt talab qiladi. Vaqtiy mablag' menimcha. Vaqtdan yutish uchun shunaqa qilishdi. Lekin bu degani animatorlarni ishini olib qo'ydi degani emas. AI ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Hozir AI nima deydi? Juda ham hali yoshda. Masalan, juda ham yosh bo'lgani uchun hali ko'pchilik qayerga qo'shishni bilmayapti. Eksperimentlar bo'lyapti, lekin to'liq qilgani yo'q. Shuni hisobidan men o'ylayman, xuddi motion capture'ga o'xshaydigan narsa bo'ladi. Bir toolga aylanadi. Toolga aylanadi, lekin nima deydi, uni to'liq qilib qo'yadigan narsa yo'q. To'liq olib qo'yadigan, to'liq uni ishsiz qoldiradigan deb o'ylamayman-da. U ham bir foydalansa arziydigan bir narsaga aylanadi. Masalan, kompozchilar uchun yoki renderchilar uchun qo'shimcha yordamchi bo'lishi mumkin. Animatorlarga ham shunaqa deb o'ylayman. Masalan, referensdan ko'chirib o'tirmaydi. O'shani oladi, AI da qiladi va uni ustida ishlaydi. Uni ustida ishlaydi. Mana shunaqa bo'lishini xohlardim. Ya'ni ham aytib bo'lmaydi lekin. Misol uchun AI rivojlangan sari men shunaqa fikrdamanki, 5 yilda, 10 yilda dedingiz. Xo'p, AI rivojlansa, bizni, ya'ni animatorlarni bir haftada qiladigan ishini misol uchun AI bir kunda qiladigan darajaga yetsa, nima uchun yoshlar animatsiya o'rganish kerak hozir unda? Birinchi o'rinda aytadigan yoshlarga aytadigan narsam, qiziqsangiz bu sohaga ishga kiring, bu sohani o'rganing. Birinchi o'rinda qiziqish bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, siz mana shu animatsiyadan boshqa biron narsani o'rgana olmayman. O'zimni 10 yildan keyin faqat shu sohada tasavvur qilaman degan kishi bu sohaga kirish kerak. Ya'ni boshqa narsalardan qolibdi. Endi sizni savolingizga keladigan bo'lsak, biroz nima deydi, aniqroq savolda. Ya'ni to'g'ri, motion capture ham xuddi shunaqa bo'lgan. Motion capture ham masalan animator kuniga 1 sekund yoki 2 sekund qilgan bo'lsa, motion capture chiqqan vaqtda men masalan o'zim ishlaganman motion capture'da 1 yil, bir kunda 40 sekund 1,5 minutlar qilganman. Ya'ni bu bilan nima deydi, raqobatlash juda ham qiyin. AI ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Lekin bu degani butun bir production, ya'ni ishlab chiqarishni o'shanga moslashtirgandagina shunday ish berishi mumkin. Bu degani oddiy bir kishi AI da shunaqa animatsiya qilib shunday multfilm chiqarib yuborib 1,5 soatlik qilish juda ham qiyin bo'ladi. Qiyin bo'ladi. Ya'ni u ham baribir qandaydir tushunadigan odam uchun prompt yozish kerak yoki bir narsa qilish kerak yoki reference olish kerak, xuddi motion capture'ga o'xshab, bu ham baribir aktyorlikka borib taqaladi. Hozir masalan o'zim ishlatib ko'rganlarim text to videolar animatsiya AI lar unchalik yaxshi emas. Ya'ni siz yozasiz, odam tursin prompt bilan animatsiya chiqarib beradi-ganda. U bu hozir nima deydi, anoda ishlayapti. Mixerda, ya'ni u animatsiyani oladi, motion capture bu animatsiyani oladi, ba'zida mix qilib beradi. Mana shu bilan ishlayapti. Hali juda ham sodda. Lekin video to animationlar bu, ya'ni videoni tashlaysiz, o'shaning ustida animatsiya chiqarib beradi. Bu to'g'ridan to'g'ri motion capture bilan o'xshash. Ya'ni o'xshash emas, bir xil. Raqobatdosh deb to'g'ri bo'ladimi kallasini? Xuddi shunday. Motion capture masalan, tasavvur qiling, Vicon sistemasi masalan $300,000 tursa yoki OptiTrack'lar $50,000-60,000 tursa, bu oddiy odam uchun ishlatsa bo'ladigan normalniy motion capture qilib beradigan tizim. Ya'ni motion capture tizim har bir kishini uyiga kirib kelganday bo'ladi-da, ya'ni animator qo'lida. O'rganish juda ham qulay. Shu tomondan yaxshi. Bitta faktor dunyoda shunaqa narsa bor ekan. Talantli odamlarni, misol uchun 70% dan 80% dan ko'pi narkoman bo'lib ketar ekan. Qanaqadir rus tilida aytganda bo'lmash bo'lib ketar ekan. Endi nimaga unaqa deyapman? Bizni sohada ham talantni o'zi yetadimi?
Yo'q, men aytgan bo'lardim, bizning sohada talant yetarli emas. 1% talant, 99% mehnat degan bo'lardi. Teskarisi emasmi? Yo'q. To'g'ri, men talantlilar ko'rganman. Juda ham kam uchraydi. Natijaga juda ham tez erishadi. Ha. Lekin u odam, masalan, men hayotimda ikkita yo bitta uchraganda, bunaqada. Men o'zim ko'rib gaplashgan animatorlarimda unga ishonish kerak emas. Unga nima deydi, umid qilish kerak emas. Oddiy animator. U juda ham katta. Nima deydi, kam uchraydi-da, Lekin qolgan 99% odam uchun boyagi tizim, ya'ni mehnat va 1% talant. 1% talant. U 1% talantni ko'pchilik ilg'amaydi hamda. Chunki sizni 99% lik mehnatingiz aniqlash. Shuning uchun birinchi o'ringa mehnat qo'ygan bo'lardim. U qanaqa darajada bo'lishi, ya'ni kelajakda unaqa bo'lib qoldi, bunaqa bo'lib qoldi deyish, uyni har bir kishini o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Psixologik qanavsi, nima deydi, sharoiti o'zini holatiga bog'liq. Shunaqa. Rahmat. Zo'r javob. O'zim kutgan javobni oldim. Yana sun'iy intellekt mavzusida davom etamiz. Sun'iy intellekt ishlatadigan odamlar qanaqadir ma'noda haqiqiy ijodkormi yoki shunchaki havaskormi hozirgida? Tak. Qanaqa ishlatishiga bog'liq. Masalan, ijodkor agar ishlatsa, uni u ya'ni nima deydi, sun'iy intellektni ishlatgan odamni ijodkor emasligini, uni sun'iy intellektga ishlatganligiga qarab baho bermasligimiz kerak. Masalan, mashina haydayotgan kishi shofyormi yoki gonshikmi degandan gapda. Ya'ni mashinani bu yerda ahamiyati yo'q. Ishlatilishi. Bu yerda kishini o'ziga bog'liq demoqchiman-da. Xuddi shunday narsa. Ya'ni agar ijodkor o'zida ishlatsa, u ijodiga ta'sir qilmaydi uni. Lekin masalan ijodkor bo'lmagan ishlatsa, u sun'iy intellekt ishlatgani bilan ijodkor bo'lib qolmaydi. Ya'ni bu o'shanaqa narsa. Ya'ni hozirgi kunda ko'pchilik qilyapti, ko'pchilik shuni ishlatib ko'ryapti. Bu xuddi mana bunaqa narsada siz o'zingizni davolaganingiz bilan siz doktor bo'lib qolmaysiz. Xuddi shunday narsa. Ya'ni uni shifokor bo'lish uchun siz o'qishingiz kerak, ustoz ko'rishingiz kerak, xuddi shunday narsa. Bu yerda ham shunaqa deb o'ylayman. Sun'iy intellektni o'zini oddiy kishi qilgan bilan u mutaxassis qilgani farqi bor. Farqi bo'ladi. Sun'iy intellekt animatorlarni bozordan siqib chiqaradimi? Bilmasam. Yoki sun'iy intellektda ishlaydiganlar deylik. To'g'ridan to'g'ri siqib chiqarmaydi. Masalan, nima animator qayerda ishlaydi? Masalan, biron bir studiyada ishlaydi. Mana bugundan Sorani ishga oldik. Yine Sora menimcha yopildi shekilli. Sora yopildi menimcha. Sora yopildi. Mana yana qaysi Sidansda ishga olamiz. Sidansga. Siz ishingiz ketavering demaydi. O'shanaqa demaydi. Uni как tool qilib foydalan desa kerak. Xuddi shunday. O'zimiz ham shunaqa ishlaymiz hozir. Lekin, masalan, aytaylik, sun'iy intellekt yo'q deylik. Hozir mesela hayotimizda hozir umuman yo'q, ishlab chiqarilmagan. Bir bloger yoki Instagramda biron bir firma yoki biron bir studiya, kichkinaroq studiya deylik yoki magazin yoki biron bir brend bir animatsiya qildirmoqchi edi. Shunda bir animator topaylik, shuni qilib bersin deydi va o'shanga qildirgan bo'lar edi. Hozir ular o'sha sizni yoki animatorni qidirmaydi-da, shuni bizga unchalik zo'r kerak emas, Sidansda yoki boshqa AIda qildirib olaylik deydi. O'sha tomondan ishini olib qo'yapti. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri ishlab qo'ymayapti. Nima deydi? Bilvosita. Texnik ishlarni olib qo'ya olmaydi desa to'g'ri bo'ladimi? Mana 700 ming oddiy motion capture misol qildingiz. Motion capture bo'lgan bilan baribir uni clean-up'ni animator qiladi. To'g'ri tozalaydi uni. Ertaga bu ham xuddi shunga o'xshab kirgandan keyin baribir texnik ishini biz qilamiz-ku. Men qo'shilmagan bo'lardim. Texnik ishni emas, naborot nima deydi, ijodiy ishni olib qo'ya olmagan bo'lardim. Texnik ishni qilgan bo'lardim. Masalan, skriptlarni ishlatishyapti. Masalan, motion capture'da qilingan animatsiyada eng ko'p kuzatiladigan anovi nima? Oyoq siljib ketadi. Oyoq siljib ketadi. Sun'iy intellektda shunaqa narsalar qilishdi, skriptlar bitta bosasiz butun bir masalan 1 minutlikda oyog'ini to'g'rilab beradi. Ya'ni aynan texnik qaytariladigan ishlarda sun'iy intellekt yordamga keladi. Lekin ijodiy bo'lgan ishda masalan multiyashni animatsiya qilmoqchisiz yoki xafa bo'ldi, xursand bo'ldi, bir narsani ko'rdi, emotsional narsalarda ularda siz to'g'ridan to'g'ri qilib berasiz. Unga nimadir berishingiz kerak. Yoki nima deydi,
to'g'ri, masalan C-dansda yozib qilyapti, narsa qilyapti. Ko'pchilik masalan animatsiyadan xabari bo'lmaganlar uchun men qilyapti-ku emotsionalniy deydi-da, lekin uni ishlab chiqarishga multfilmga qo'yib bo'lmaydi. Soxtaligi bilinadi qanaqadir, Xuddi shunday. Soxta, emotsiyasi yo'q. O'sha tomoshabinlar o'zi sun'iy intellektda qilingan 1,5 soatlik 1,5 soatlik multfilm uchun masalan 100 ming pul to'lab kinoga kirmaydi. Mana shu eng muhim. Ya'ni tekin bo'lsa qilishadi, foydalanishadi, lekin pul to'lashga hech kim ma'no qilmaydi. Masalan, nima desam ekan, 100 mingga masalan osh olib yeydi, lekin bir robot qilgan, ximikatlardan qilgan narsani 100 mingga sotib olmaydi-da. Tushundingizmi? Xuddi shunaqa narsa bo'lib qoladi bu ham. Ustoz, rivojlanish kuchli-ku. Nima deb o'ylaysiz? Texnologiya o'sgan sari odam qadrsizlanib bormayaptimi qanaqadir? Odam mehnati deylik, odam demaylik. Yoki teskarisimi, navval qadrlanadimi endi? Bu tabiiy holat. Ya'ni oldin ham shunaqa bo'lgan. Masalan, eshitishimcha oldinlari svetoforni o'chirib yoqadigan kishi bo'lgan. Tushundingizmi? Elektr bo'lgan, ya'ni svetoforni o'chirib yoqqan, qizil, yashilda. O'sha kasb hozir yo'q. Shunday. Yoki bo'lmasa, men bu birinchi industrial boomdan oldin Angliyada ayollar nima deydi, gazlamalar to'qishgan qo'lda. Va katta fabrikalar ishga tushganda sun'iy intellekt bo'yicha, sun'iy intellektga o'xshash, ya'ni katta fabrikalar gazlama qilishni boshlaganda hamma ayollar nima deydi, norozi bo'lishgan. Ya'ni ularni ishini olib qo'ygan. Chunki ular qo'lda qilishgan va ularda asosiy narsa bizning qo'l mehnatimiz. Qo'l mehnatida nima deydi, o'zingizning ruhingizdan berasiz, narsa qilasiz. Uni temir mashina qilgan narsani siz qanaqa qilasiz deydi. Lekin hozir hech kim uyda ani qilmay qoldi-ku, to'g'rimi? Gazlama qilmay qoldi-ku, ipni qo'ymay qoldi-ku. Hamma joyda mashina gazlama qilyapti. Bu narsa ham o'tishi mumkin. Bu ham qachondir bizga ham ta'sir qilishi mumkin o'sha narsa. Ya'ni kimnidir qadrsizlantiradi, lekin qanaqadir kasblarni qadrini oshirish mumkin. Sun'iy intellektga qarshi nimani qalqon qilsak bo'ladi? Animatsiya sohasida gaplashaylik. Sun'iy intellektga qarshi ijodimizmi? Hikoya, ijod. Hikoya, ijod. Ya'ni sun'iy intellekt hozircha o'sha narsani qilmaydi. Ssenariylar yozishi mumkin, narsalar yozadi, lekin uni ham ko'pchiligi ko'chiryapti. Ya'ni bazasida ko'p narsa bor. Odam qilgan uni bazasini ham bazadan ko'chiradi. Yoki masalan biron bir stilni o'ylab topa olmaydi, u biron bir stilni replika qiladi, qo'shib yangi stil yaratadi. Shuning uchun asosiy narsani ijodga va hikoya berishga sarflashimiz kerak. Shunda sun'iy intellekt narsani qila olmasa kerak hali beri. Ko'p shogirdlar chiqargansiz. Men o'zim sizda o'qiganman. O'sha darslaringizda o'qiganda ko'p aytardingiz. Sabr qilish kerakdir deysiz. Ko'p sizdan eng ko'p eshitgan narsam sabr qilish kerak degan narsangiz bo'lgan. Misol uchun men o'zimda ham bo'lgan. 2021-yilda siz bilan ishlaganimda bitta sahnamga 17 marta review bergansiz. Bir sekundlik sahnamga 17 marta review bergansiz. O'sha paytda keyin o'sha review'da aytgansiz. Bu alqishlar emas. Men Ukrainada ishlaganimda bundan 30-40 martalab review olganman degansiz. Bu gapni misol uchun hozir o'sha paytda men tushunganman. Lekin hozir mana oradan 5-6 yil o'tdi, zamon tezlashdi. Sun'iy intellektlar, mana sun'iy intellekt kirib keldi-ku. Mana shunda endi qanaqa bo'ladi? Ya'ni siz ustozsiz, shogirdlar xatosini bilasiz. Chunki ulardan ko'ra stajingiz ko'p, ulardan ko'ra ko'p narsani bilasiz. Hozirgi kunda shogirdlardagi eng katta xato nima? Tez pulga kirishni o'ylashmi yoki sabr qilmasligimi? Ikkalasi ham. O'zi sabr ham shunga tez pul topish ham o'sha sabrga bog'liq-da. Sabr qilganda o'shanaqa o'ylamagan bo'ladi. Ko'pchilik masalan yozadi shogirdlar, shogird tushmoqchiman, qanchaga birdaniga nima deydi, pul topsam bo'ladi, qanchaga to'g'ri, bu tabiiy savol, bu noto'g'ri savol deb bo'lmaydi. Savol noto'g'risi bo'lmaydi. Ya'ni qancha oilasi bo'lishi mumkin, shunaqa bo'lishi mumkin, lekin u tez bo'ladigan narsa emas. Shuni ochiq oydan aytaman. Ya'ni 3 oyda, 1 yilda birdaniga nima deydi, yaxshi pul topadigan kasb o'rganish qiyin, xohlaganga. Shuncha hammasiga aytaman, sabr qilish kerak. Sabr u pul topishda ham, ilm o'rganishda ham. Ikkinchidan, o'rganish ham xuddi shunaqa. Xohlagan kasb tanlang, qanchalik og'ir o'rganilsa, u shunchalik foydaliroq bo'ladi. Qanaqa kasb bo'ladi? Qanchalik og'ir o'rganilsa, masalan atom energetikasi necha yillab o'rganish kerak va u juda ko'p foyda keltiradi. Yoki shifokorlik 10 yillab, 12 yillab o'rganiladi va uni foydasi shunaqa. Qanchalik masalan kamayib boraversa, masalan shofyorlik qilishni
haydash uchun 6 oy o'qitiladi va kamroq bo'ladi. Ya'ni shunaqa kasblar bor, bir kunda o'rgansangiz bo'ladi. Ya'ni o'shanga qarab anaqalar. Masalan, bizlarda mana kasbimiz ham 10 yillab o'rganadigan kasb emas. 1 yil, 2 yil o'rgansa bo'ladi. To'g'ri, butun umr o'rganamiz, lekin asosni, bazani 1 yil, 2 yilda o'rgansa bo'ladi. Va o'sha muddatda sabr qilish kerak. O'sha muddatda sabr qilib, bilimni tartibli olish kerak. O'shaning uchun sabr ikkalasiga ham muhim. Ya'ni ikkalasiga ham muhim hisoblanadi. Shu pul topishga ham, o'rganishga ham. Animatsiya mavzusini davom ettiramiz. Shu biz animatsiyada yoki va kompyuter grafika sohalarida diplom muhimmi yoki portfolio? Diplom umuman muhim emas. Portfolio muhim. Chunki sizni qayerda o'qiganingiz, qanday o'qiganingiz ish beruvchiga proyektga umuman muhim emas. Sizni nima qila olishingiz muhim. Shuning uchun portfolio birinchi o'rinda hisoblanadi. Ikkinchisi tajriba. Lekin bu degani diplom umuman kerak emas degani emas. Ya'ni uni ham kerakchilar bor. Masalan yaqinda Disneyga, Pixarga topshirdim. Ularda Master of Arts so'radi. Ya'ni san'at yo'nalishida magistratura diplomi bo'lishingiz kerak. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni ularda siz portfolioingiz zo'r bo'lishi kerak va sizda magistraturaingiz ham bo'lishi kerak animatsiya. Unda ishga olmaydi umuman. Ish zo'r bo'lgan bilan, portfolio zo'r bo'lganda ishga olmaydi. Endi men shunaqa deb o'ylayman. Men yangilik bo'ldi. Men shunaqa deb o'ylayman. Chunki talablaringizda shunaqa narsalar bor ekan. Hamma kompaniyada emas. Katta kompaniyalarda shunaqa. Keyin ko'pincha men o'qitadigan tizimlarda shunaqa bo'ladi. Ya'ni diplom kerak. Masalan, qaysidir katta masalan Disneyda yoki Pixarda ularda internshiplari bor, o'rgatadiganlari bor. O'rgatadigan anolari bor. Anim schoollarda aytyapsiz? Yo'q, anim schoollarda ham xuddi shunaqa. Ularda ham o'sha nima deydi, o'qitish uchun diplom kerak. Ularda hammi? O'qitish uchun diplom kerak. O'zini universiteti bor deb eshitdim keyin. Online maktab. Online maktab, lekin u yoqqa ishga kirish uchun demoqchiman-da. O'qituvchi bo'lib. Faqat tajribani o'zi yetarli emas-da. Lekin ayrim bo'lari bor, u faqat tajriba yoki portfolioingiz o'zi yetarli-da. Bu yoqda yana ham plus bo'ladi o'sha diplom bo'lishi. Shu Disney Pixar mavzusi yaxshi ketdi. Men o'zimdan savol beraman. Sizda tajriba 10 yildan ko'p animatsiya sohasida. Disney Pixarda ishlash uchun mana o'zingizdan kelib chiqib, siz misol uchun qiyinchiliklarni o'tgansiz, ustozingiz bo'lmagandir, boshqa bo'lgan. Hozirgi paytda misol uchun qancha vaqt ketadi? Yoki ishlash uchun necha yillik staji bor, mutaxassislar qabul qiladi va portfoliosi qanaqa darajada va rezyumesi qanaqa holda bo'lishi kerak? Top animatsion studiyalarda tajriba 5 yildan ortiq bo'lishi kerak. 5 yildan ortiq bo'lishi kerak. 10 yil, 15 yil u farqi yo'q, o'zi ahamiyati qolmaydi. Portfolio muhim. Eng muhimi. Masalan Disney Pixarlarga kirilmayotgan sababi o'sha portfolio. Xuddi Disney Pixarga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, sizda ishingiz xuddi Disney Pixardagidek bo'lishi kerak. Mana qarang, shu yoqda bitta savol, tushunmasliklari mumkin. Yangi sohaga kirganda mana portfolio dedingiz. Portfolioda kurslarda 2 xil bo'ladi. Bittasi proyektda ishlangan ishlar, bittasi o'zi qilingan ishlar. Qaysi bir nazarda tutyapsiz? Misol uchun mana shu yoqda. Ahamiyati yo'q uni. Odatdan kursda qilingan ishlarni e'tibor berishmaydi. Katta studiyalarda. Kichik studiyalarda farqi yo'q, qilishadi. Lekin ularda qanaqa qarash bo'ladi? Masalan, bir ishchi keldi, ishlari hammasi kursda qilingan ishlar. Qanaqa tasavvur bo'ladi? Bu yaqinda o'qigan student deb tasavvur bo'ladi. Masalan, 5 yillik tajribam bor desada, ichidagi ishlar hammasi kursda o'qilgan narsalar bo'lsa, ya'ni animatsiyalar bo'lsa, bu student deb o'ylashadi. Yaqinda bitirgan student va shunga qarab munosabatda bo'lishadi. Shuning uchun agar 5 yildan ortiq bo'lgan bo'lsa, masalan, tajribasi, unda portfoliosida hamma narsa yo ijodiy bo'lishi kerak o'ziniki, yoki qayerdadir ishlagan ishlar bo'lishi kerak. Ya'ni kredit deydi, ya'ni nima deydi, ekranga chiqqan ishlar bo'lishi kerak. Endi mana Disney Pixarlarda animatsiya sohasiga ishga kirmoqchi bo'lsa, animator bo'lib, sizda qilgan animatsiyalaringiz, shu topshirayotgan kishining animatsiyalari o'shalarning darajasida bo'lishi kerak. Agar ulardan past bo'lsa olmaydi. Endi O'zbekiston uchun shunaqa bo'lishingiz kerakki, ularnikidan ham zo'rroq bo'lishingiz kerak. Nima uchun? Chunki
Washingtondagi George'da ishga oladimi yoki O'rta Osiyodagi, O'zbekistondagi Jasurbekda ishga oladimi? Ha. Siz shunchalik zo'r bo'lishingiz kerak-ku, u mana Washingtondagi George'dan zo'rroq bo'lishingiz kerak. Agar bir xil bo'lganingizda nima qiladi? Men deydi, uzoqdan bir kishini olib kelib, unga viza qilish kerak, nima deydi, uni joyi, o'zi nima deydi, huquqiy tomondan yordam berish kerak, страховка. Eng muhimi hamma narsa, ya'ni ular javobgarlik bo'ladi u narsa. Olib kelib ish qilgandan ko'ra o'zimdagini olganim yaxshi emasmi? Shuning uchun zo'r bo'lish kerak. Ya'ni zo'r kompaniyaga topshiryapsizmi, ishingiz ularnikidan ham zo'rroq bo'lish kerak. Agar sir bo'lmasa, Disneyda qaysi pozitsiyasiga topshirdingiz? Animator, mid animator, senior, senior animatorga topshirdim bir necha marta. Nima deb o'ylaysiz? Agar uchta animator pozitsiyaga topshirganingizda kirarmidingiz? Senior emas, shunchaki uchta animator pozitsiyasi. Yo'q, endi masalan, 3 ta animator pozitsiyasida o'shanga yarasha ishlar bo'lish kerak. Masalan, bizda ko'pchilik animator desa hammani bir xil turadi. Masalan, shu savol. Shuni tushuntirib bering. Character animator bo'lsa, masalan, ularda bo'lingan. Character animator bu personajni animator, ya'ni odamlarni animatsiya qiladi. Yoki creature animator bu, ya'ni hayvonlarni animatsiya qiladi. Yoki crowd animator bu, tala to'plarni, ko'pala odamlarni animatsiya qiladi. O'shalarga mos portfolio bo'lish kerak. Masalan, hozir men senior animator bo'lib turib 3D animator desam, 3D animator nima? Personajlardan kam qiladi. Asosan obyektlar, texnikalar, mana shunaqa animatsiyalar qilish kerak. Va o'shanga yarasha ish portfolio bo'lish kerak. Masalan, agar junior qilib topshirsam ham, junior character animator qilsam olmaydi. Nimaga olmaydi? Chunki nima deydi? Qaraydi, masalan, 15 yillik staji bor. Ha. Bu deydi, shubha uyg'onadi. Nima uchun bu 15 yillik bo'lib tur junior? Demak, o'zini qobiliyatlarini to'g'ri baholay olmas ekan deydi. Middle deb topshirsangiz ham shunaqa. Keyin huquqiy tomonlari ham bor. Masalan, vizasi bo'lish kerak. Hozir masalan chet elda Disneyda, Pixarda yoki mana bu Vancouver'dagi ko'p studiyalarda, Sony'larda hammasida e'tibor bersangiz, ishlash huquqi bo'lish kerak. Eng muhimi shu. Siz masalan ish topshirsangiz, birinchi qonuniy tomoniga e'tibor beryaptilar. Ya'ni siz ishlash huquqi bo'lsangiz, keyin portfoliyozga qaraydi. Keyinchalik. Yoki shunchalik zo'r portfoliyamiz bo'lishi kerakki, ular o'sha narsani, yo'q, biz juda ham zo'r ekan, juda ham talanti zo'r ekan, buni olmasak bo'lmaydi. O'zimiz o'sha huquqiy tomondan yordam beribdi. Mana shu. Siz remont topshirdingiz-a? Udalyonni topshirdingiz? Yo'q, topshirganda remont emas edi. Masalan, Disney chaqirsa kim ketadi? Endi qarang. Mana misol uchun shunaqa sekretlar o'rgataylik. Hozir mana siz o'rgating. Mana aytdingiz, mana menga tushuntiryapsiz hozir, animator pozitsiyasi, seniorlik pozitsiyasi. Buni biz qayerdan bilamiz? Misol uchun men hali sizni tanimagan odam bo'lganimda, misol uchun men ham kalla qo'yardim-da hozir men ochiqchasiga. Misol uchun men o'ylayman 8 yillik o'qidim bor, lekin men Disney degan nom bor, xolos-ku deb topshirib, juniorga topshirib qo'yganimda, kalla qo'ygan bo'lardim. Portfoliyom zo'r bo'lgan bilan. Shuni qanday farqlimiz biz? Qanaqasiga? Birinchidan, o'sha men har bir kompaniyani men bu ish vakansiyalar ochilganda ularda talablar bo'ladi. O'shalarni yaxshilab o'rganish kerak. Haqiqatda men to'g'ri kelamanmi? Bizda masalan shunaqa o'rganish bo'lib qolgan, masalan, men narsani qilish kerak desa, men 4 talasini qilaman, 5-inchisi shart emas. Endi nima deydi-da, lekin ular uchun o'sha 5-inchisi eng muhimi bo'lishi mumkin. Chunki o'sha narsaga e'tibor beradi va siz o'sha narsani bilaman degan bo'lsangiz, uni portfolioda ko'rsatgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni agar o'sha narsani ular topa olmasa, sizga nima deydi, hisoblamaydi. Endi savolingizga qaytadigan bo'lsak, junior, mid, senior, 3D animator, creature ularni farqlarini o'rganishimiz kerak. Masalan, yangi universitetni tugatgan yoki onlayn shkolani yoki maktabni tugatgan, kursni tugatgan, portfolioga ega bo'lgan odam bu junior hisoblanadi. Ya'ni unda tajriba yo'q. Animatsiyasi juda zo'r bo'lsa ham, necha yillik shu necha yil junior yangi tugatgan. Shu yangi tugatib, masalan 1 yil, 2 yilgacha tajribasi yo'q odam, u junior hisoblanadi. Ya'ni ishi zo'r bo'lsa. Umuman hech qanaqa loyihada ishlamagan, faqat kursda o'qigan bolalar nazarda tutilyapti, to'g'rimi? Junior bilan. Endi aytaylik, u 6 oy ishladi deylik, tajriba orttirdi. U o'zi agar yaxshi ko'rsatsa, ishlar yaxshi bo'lsa, endi уровень yaxshi bo'lsa, o'sha ishlagan doirada u birdaniga midga ko'tarilishi mumkin. 5 yil o'qib ham midga ko'tarilmasligi mumkin. Bu boyagi animatorda o'ziga bog'liq, ya'ni tajribaga kelib. Ya'ni tezligiga qarab, yaxshi o'rgansa, tez o'rgansa, u masalan middle darajasiga ko'tariladi. O'rtacha shu 2-3 yilda o'sha middlega chiqsa bo'ladi. O'sha seniorga 5 yildan ortiq. Ya'ni senior darajasiga chiqish uchun 5 yildan ortiq tajribaga ega bo'lish kerak.
Ya'ni past balandni ko'rish kerak. 10 yildan ortiq bo'lish kerak, lead bo'lish kerak. Ya'ni boshqalarni boshqaradigan animator, lead animator deydi. O'sha bo'lish uchun 10 yildan ortiq bo'lish kerak. Shu mavzu yaxshi ketdi yana shu mavzuda. Mana Disney, Pixar dedingiz, g'arb bozori bular MPC misol uchun Sony Imageworks'lar pul taraflama endi gaplashaylik, ochiqchasi gaplashaylik. Ular bilan bizning farqimiz qanaqa pul mavzusida? Biz ular bilan tenglasha olamizmi yo tenglashdikmi yoki farqimiz qanaqa ular bilan? Yo'q, tenglasha olmadik. Olishimiz ham hali dargumon, lekin harakat qilishimiz mumkin. U yoqda pulga munosabat ham boshqacha, oylikka masalan. Masalan, chet eldagi, aytaylik, Kanadadagi animator oylik olsa, yashasa bo'ldi. Bizga o'xshab uy qilishimiz kerak, mashin qilishimiz kerak degan narsalar yo'q. Ular birdaniga 12 bo'lsa bir kunda shuncha topsam 365 ga 5 ga ko'paytirib hisoblamaydi-da. Tushundingizmi? Ularda pulga munosabat shunaqa. Yashasam bo'ldi deydi. Ularga ish muhim. Bizda ko'pchiligimizda afsuski shunaqa. Ya'ni birdaniga masalan men shuni o'rganmoqchiman, shu sohani qanaqa oila boqolaman, uy olishim kerak, mashina olishim kerak, to'y qilishim kerak, shunaqa narsalar hisoblaydi-da. Shuning uchun munosabat har xil. Endi summasiga keladigan bo'lsak, o'rtacha aytaylik. O'rtachasiga keladigan bo'lsak, masalan, juniorlarda 20 ming, 30 ming dollardan boshlanar ekan. Yillik oyliga shuni aytib o'tdik. Bu yillik oylik. Yillik oylik juniorlar. Midlar 30-40 ming atrofida. Endi adashayotgan bo'lishim mumkin. Buni hamma tekshirishi mumkin. Nima deydi? Masalan, remote-ga ham shunaqami o'zir yapingiz bo'ldim. Remote uchun ham shunaqami? Ularda unchalik farqi yo'q. Bir xil ko'p farqi. Chunki masalan, remote bo'lsa ham, masalan, Amerikada remote ishlasangiz ham, baribir Amerikada bo'lishingiz kerak. Ko'pincha shunaqa deyishadi. Ya'ni Amerikada bo'lishingiz kerak yoki Kanadada bo'lishingiz kerak va Kanadada ishlash huquqingiz bo'lishi kerak. Remote ham. O'zimizning kanalda bir suhbat qilgandik, Sonyda ishlaydigan bir yigit bilan. O'sha adashmasam aytgandi, 40 ming, 45 ming olaman degandi. Yillik oylik. Yillik. Ular seniormi yo anaqa? Senior. Sonyda ishlardi. Sonyda ishlardi. 40 ming yiliga 40 ming, 45 ming dollar. Endi masalan ko'payib ketaveradi u narsa. Masalan, animation directorlar 110 ming atrofida oladi. 110 ming, rejissyorlardan ham ko'proq oladi. Masalan, multfilm animation directorlar. Chunki uni mehnati ko'proqda, ana uchun rejissyordan ko'ra. Chunki ham rejissyor bilan o'rtasida shu atrofda aylanadi. Bizda endi hamma bilsa kerak. Yo'q, bilmaydi-da, shu aytishimiz kerak. Bizda endi aniq bilmayman, lekin taxminim bo'yicha o'rtacha mid animatorlarimiz 3 million 5 million atrofida olsa kerak. O'zbekistonda oylik maoshlari. Yaxshi animatorlar, senior animatorlar 10 million atrofida olsa kerak. Taxminan bu ham, lekin men og'aylarimizdan, tanishlardan so'raganlarim shunaqa bo'lsa kerak. Mana shular. Animation directorlar yoki supervisorlar 20 million va undan ko'proq oladi. Ya'ni O'zbekistonda. Hozir shunaqa tushuncha paydo bo'lyapmanda. Chet bozorini juniori bilan biz animation direktorimiz qanaqadir oylar bir xil bo'lib chiqyapti. Shunday. Lekin u yoqda bir narsa hisoblashimiz kerak, yashashni ham hisoblash kerak-da. U masalan New Yorkda masalan animator bo'lsangiz, avtomatik 35% soliq chiqadi. Tushundingizmi? 35% shuni ketadi. Endi tasavvur qiling, siz kasal bo'lishingiz mumkin, strafovka olishingiz kerak. 20% strafovkaga ketadi. Yarmi qolmaydi. Uyga to'laysiz, unga to'laysiz, yeyish, ichishga to'laysiz, 200-300 qoladi, uyga yuborish. O'zi yaxshi ekan-da. Shuning uchun u yoqqa borgandan keyin faqat ishlab yashash mumkin-da. Sonyda ishlaydigan o'zbek akani aytdingiz. Men shu aka bilan gaplashganimda bitta gap aytganlar. Meni ishlarim ko'rib berardilar, yo'q berardilar. 2-3 oy ko'rib berganlar creator animatsiyalar bo'yicha. O'shunda bir marta ishga borganimda oxirida aytgan, "Uka degan, men o'sha animatsiyadan charchagan odamman" degan. Men charchaganman animatsiyadan. Men o'sha ko'rib bermayman, men hozir boraman. Anaqa adashmasam 6 soat ishlaydigan kuniga. 6-8 soat ishlayman, kelib umuman multfilm ko'rmayman. Umuman anaqa shu sohaga doir narsa ko'rmayman deyapti. Endi savol, даже o'sha yoqda ishlaydigan shunaqa darajadagi odamda bu narsa bo'lyapti. Aslida zerikish tabiiymi? Sohadan zerikish deylik.
tabiiy narsa, ya'ni bu hamma sohada ham bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Masalan, boshqa sohalarimiz shifokor ham har kuni masalan 10 soat bemor ko'rsa, o'zi ko'rgisi kelmaydi. Masalan, uyga borib turib ayoli yoki qizi tomog'im og'riyapti desa, shifokorga borgin deydi-da. Xuddi shunday narsa bizda ham agar buni to'g'ri rejalashtirmasak, kuyib qolishda bu. Ya'ni kuyib qolish deydi. Ish o'zingizga ishingiz yoqmay qoladi. Juda ko'p mehnat qilgandan o'zingizga ishingiz yoqmay qolishi mumkin. Bu narsa tabiiy holat, ya'ni hammada ham bo'lishi mumkin. Hammada ham bo'lishi mumkin va uni oldini olish kerak. Uni oldini olib shunga tayyorlanish kerak. Masalan, ayrim shogirdlar keladi, "Yo, men tez tugatmoqchiman, bir oyda tugatmoqchiman, juda ham mana tez ishlaydi." Haqiqatan tez ishlaydi-da. Energiyani shunaqa ishlaydi, boyagi mashinada 250 da haydaydi-da. Tushundingizmi? Bir oyga bormasdan kuyib qoladi. Umuman yoqmay qoladi. Umuman yoqmay qoladi va kelgan vaqting boshqacha eding-ku desa, "Yo'q, men bo'ldi." Masalan, ayrim shogirdlarimda bo'ldi, haqiqatan nima deydi, sog'lig'ida o'zgarish bo'lib, sog'lig'i tufayli animatsiyani tark qildi. Ya'ni shunchalik ko'p ishlardi, shunchalik qilardi, ya'ni siz o'zingizni tanangizni his qilishingiz kerak. Va uni nimaga qodirligini bilishingiz kerak va shunga qarab munosabat qiling. Ya'ni animatsiya ish bu hayot emas. Hayotning bir qismi xolos. Ustoz, shu majburlikdan bo'lsa-chi? Mana hozir aytdingiz, chet bilan o'zimizni oyliklarni solishtirdik. Juniorda oyligiga bizda animation direktorda oyligi to'g'ri kelyapti, misol uchun, o'zimizda. Endi 3-5 million deyapmiz. Anaqa o'rtacha animatorda oyligi. U hozirgi Toshkent sharoit oladigan bo'lsa, bir kishiga yetmaydi почти. Shuni hisobiga ham shunaqa ishlashayotgandir ular va nima qilishlari kerak? Ko'p daromad topish uchun kamroq vaqt sarflab, ko'proq daromad topishlari uchun nima qilish kerak hozirgi animatorlar? Bu savol hamma bu savolga to'g'ri javob berganimda mana hozir nima deydi? Berib o'tirmasin deydi-ki. Bu qiyin narsa. Endi chet bilan ishlagani qulay emasmi? Ozgina qiynalib bo'lsa, darajasini ko'tarib. Qulay. Masalan, maslahat berardim. Masalan, kimda imkoniyat bo'lsa, chet bilan ishlash imkoniyatini qilish kerak. Buning uchun til bilish kerak birinchi o'rinda. Rus tili yoki ingliz tili. Ingliz tili birinchi o'rinda. Chunki bozor katta, ingliz tili bo'lsa birinchi bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha chetga harakat qilish kerak. Endi hammaga ham bu imkoniyat bo'lmaydi. Va kimdir baribir O'zbekistonda ishlashga majbur bo'ladi. Nima yomon narsa emas, bu yomon narsa emas, lekin nima deydi? Asosiy maqsadni kunlik ishga qaratib qo'yish kerak emas-da. Har kun kelib faqat bitta narsani animatsiya qilib. Shunaqa maqsad qo'ying har kuni. Animatsiyangiz har kun bir qadam bo'lsa ham, 1 santimetr bo'lsa ham o'ssin. Ya'ni siz 365 kunda o'tgandan keyin, 1 yil o'tgandan keyin sizning animatsiyangiz o'rningiz oldingidan ko'ra yaxshiroq bo'lsin. Shunda siz boshqa ishga o'tasiz va boshqa ishga o'tgandan keyin endi sir sifatida aytaman, mana ularga nima edi? Sirda oshkor qilamiz deydi-ku. Har bir ishga o'tgandan ko'ra, boshqa ishga o'tgan vaqti o'sha ishda turib oylikni oshirishdan ko'ra osonroq. Ya'ni daromadni oshirish osonroq. Bitta ishda to'ysiz. Bitta ishda yillar davomida ishlab oylikni oshirgandan ko'ra, bir ishda ishlab, buni suiiste'mol qilish ham kerak emas. Ikkinchi ishga o'tgan vaqtda avtomatik tarzda sizning tajribangiz yaxshi bo'lsa va kattaroq oylik ishlaysiz. Unga ham 1 yil, 2 yil ishlagandan keyin boshqa ishga o'tsa, kattaroq oylik to'lasangiz va shunaqa qilib, nima deydi, daromadni oshirish, nima deydi, osonroq bo'ladi. Bir joyda 10 yil ishlagan odamni oyligini oshirgandan ko'ra-da, daromadini oshirgandan ko'ra. O'sha narsa, ya'ni birinchi navbatda rivojlanishga qaratish kerak o'zini. Ya'ni sizning daromadingizni oshishi faqat sizga bog'liq. Ya'ni animatorda o'ziga bog'liq. Shuning uchun siz o'zingiz nima deydi, o'zingiz ustida ishlashingiz kerak. Mustaqil ish yoki bo'lmasa bironta kursga o'qish imkoniyati bo'lsa, shunga qilish kerak. Agar imkoniyat bo'lmasa ham, o'sha ishda rivojlanish kerak. Bu yoqda masalan lead bo'lishi mumkin, supervisor bo'lishi mumkin, qo'shimcha narsalar, masalan modeling, rigging, sun'iy intellekt o'rganib, siz o'zingizni bozordagi nima deydi, qobiliyatlaringizni yoki ustunliklaringizni oshirib borishingiz kerak animatsiya bozorida. Yoki masalan faqat personajni animator bo'lib ishlaysiz, siz qo'shimcha ravishda creature animation, ya'ni hayvonlar animatsiyasini o'rganib borsangiz, sizda o'sha ikkita qobiliyat bo'ladi. Siz bozorda nima deydi, ikkita joyda ham ish olasiz. Xohlasangiz bunda, xohlasa bunda. Va chet elda masalan o'sha tomondan chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun maslahatim men bu yosh animatorlarga o'zini ustida ishlash. Har qanday holatda ham ya'ni rivojlanishga qaratish kerak. Shundagina nima deydi, chet el o'rinligiga chiqasiz va chet eldan nima deydi, onlayn ishlash imkoniyati bo'lishi mumkin yoki shu yerda o'zida ham masalan siz kompaniyada
nima deydi, yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, ketaman desangiz, boshliq masalan sizni yaxshiligingizni, yaxshi ishchiligingizni bilsa, yo'q ketmagin, men shu ana pulingni senga beraman dedi. Masalan, menda shunaqa bo'lgan. Masalan, ketmoqchi bo'lganimda qancha xohlaysan degan. Men shuncha desam, bo'ldi, seni oyliging shuncha. Va shuning uchun o'shanga harakat qilish kerak. Shunda yaxshi mutaxassisni kompaniyada ushlab qoladigan eng katta faktor pul demoqchisiz. Yo'q, qadriyatlar ham bo'ladi, lekin baribir moliyaviy qanaqa ma'noda savol so'raganingizga bog'liq. Agar masalan kompaniya tomonidan qarasangiz, kompaniyaga eng ko'p foyda keltiradigan ishchini olib qolishga harakat qiladi. Ya'ni masalan supervisor yoki menejer yoki masalan lead animator. Uni topish qiyin. Va uni almashtirsa ko'p narsaga ta'sir qiladi, sifatga ta'sir qiladi. Shuning uchun kompaniya uni qanaqa bo'lsa ham pul ko'p berib bo'lsa ham olib qolishga nima deydi, harakat qiladi. Lekin oddiy animator bo'lsa, uni haydab turib boshqasini ola oladi. Ishchi bu nima deydi, studiyalarga ham ishlayotgan bo'lsa, ularga ishchi uchun eng muhim narsa bu pul. Daromad, chunki u o'zi bilan olib ketadigan narsani aniqlaydi. Birinchi sifat demoqchiman. Ikkinchisi animatorlar uchun bu sharoit va kollektiv. Qolgan narsalar ham muhim. Qadriyatlarda bilan. Qadriyatlar juda ham muhim. Chunki masalan, oylik kam bo'lib turib, qadriyatlar yaxshi bo'lsa ham qolishi mumkin. Tabiiy narsa. Chunki oyligi masalan kamroq, lekin boshqa narsalar ustun manga deydi. Lekin buni sun'iy ravishda o'rnatishga harakat qilmaslik kerak. Masalan, boshliq kelib turib, "Men sizlarga sharoit qilib berganman, do'stlaring hamma choyxona deb turib puli kam yoki 2-3 oy oylik bermay tursa bo'lmaydi." Ya'ni biz ijodkormiz, animatorlar, ijodkorlar pul haqida o'ylamasligi kerak. Qachonki ijodkor pul haqida o'yladimi, u ijod to'xtaydi. Ya'ni qachon oyligi olaman, oyligimni vaqtimga berarmikin degan savol bo'lmasligi kerak. O'zbekistonda ijod yo'q ekanda unda. Shuning uchun ham Amerika bilan solishtirganimizda farqni shunda ham ko'rasiz. Mana eng joyi shu ekanda, shu uchun agar ijodkor pul haqida o'ylagandan keyin ijod qila olmaydi-da. Yaxshi ijod qila olmaydi yoki ko'p ijod qila olmaydi. Qiladi. Kuniga 10 sekund so'ragandan keyin qanaqa ijod ustoz? Shunday olib qarasizda. Xo'p, ustoz, endi sal animatsiya mavzusidan sal uzoqlashamizda. Ustozsiz, ko'pchilikni o'qitgansiz, shaxsan o'zim ham o'qiganman sizda. Ya'ni yoshlar asosiy auditoriyaz yoshlar baribir. Hozirgi kunga kelib shunaqa ijtimoiy tarmoqlar zamoniga kelib qoldi. Shunaqa narsa bo'lyaptiki, tez mashhurlikka, tez ko'tarilishga, tez hali aytganda pul topishga harakat qilishyapti yoshlar. Endi savol shu yoqda, bu narsa ularni kuchaytiryaptimi yoki sindiryaptimi? Menimcha ular zararga ishlayapti deb o'ylayman. Chunki shaxsiy fikrim, mashhurlikni xohlash yoki uni xudda qilish deydi, ya'ni uni nima deydi, to'g'ri foydalanish ham hammaga ham qiyin-da u narsa. Va bu narsaga harakat qilish o'zi nima deydi, ma'naviy jihatdan to'g'ri narsa emas-da, mashhur bo'lishda. Tasavvur qiling, hamma mashhur bo'lishga harakat qilsa, to'g'ri narsa deb hisoblamayman-da. Xo'p, ijtimoiy tarmoq yuritish, narsa qilish, u narsa to'g'ri, qilish kerak, lekin asosiy maqsad bo'lmasligi kerak. Asosiy maqsad bo'lmasligi kerak-da. Shogirdlarda shu narsaga o'rin bo'lishi yoki shu narsaga harakat qilishi tabiiy narsa deb hisoblayman yoshlarda. Tabiiy narsa, bo'ladigan narsa. Masalan, yosh bola ham, masalan 5 yoshli, 6 yoshli masalan farzandlarimiz o'zini ko'rsatishga harakat qiladi. Masalan, mehmonlar kelsa o'zini ko'rsatishga harakat qiladi. Bu tabiiy holat. Endi shu narsa nima deydi, o'spirinlarda ham bor. Yosh bolalar ekan. Yoshlik bo'ladi. Endi ular birovlar oldiga chiqmaydi. Katta jamoaga chiqishni xohlaydi. Va bundan to'g'ri foydalanish kerak. Masalan, ish qilyapsizmi? O'zingiz ishlaringizni ko'rsating. O'zingizni ko'rsatishdan tiyiling degan bo'lardi. Masalan, siz o'zingizni reklama qilmang, ishlaringizni, qobiliyatingizni reklama qiling. Bu katta foydaga olib keladi. Ya'ni animatsiyalaringizni qo'ysangiz yoki qilgan ishlaringizni, qilgan proyektlaringizni qo'ysangiz, u katta danaga olib keladi. Hozir masalan yaqinda bir intervyuni eshitdim, ham chet eldagini. O'sha rekruterlar, ya'ni ishga yollaydigan kishilar. Disney, Pixar aytayaptiki, bizda hozir deyapti, asosiy Instagram, LinkedIn va shunaqalarda qidiramiz deyapti.
ijtimoiy tarmoqlar ijtimoiy aktiv. tarmoqlardan qidiramiz deyapti va ular chiqib qolgan nima deydi bizga ko'zimizga yalt etgan ko'ringan portfoliolarni ko'rganimizdan keyin u shaxs haqida ma'lumot qidiramiz deyapti. Aksi emas deyapti. Ya'ni birinchi shaxs topib, keyin portfoliosini olmaymiz deyapti. Birinchi portfoliolar ko'ramiz deyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda deyapti. Keyin u haqida qilamiz, agar yaxshi bo'lsa, u bilan bog'lanamiz deyapti. Ya'ni bizga sizga anomimiz bor, shunaqa. Masalan, meni o'zimda ham shunaqa narsa bo'lgan. Bir necha yillar oldin bir animatsiya qilgandim, Robert raqs tushgan Robert. O'shani o'zim uchun qilganman. Hech qanaqa, prosta qiziqqan. Spider-Verse stilistikasida qilgan animatsiyangizmi? Nimada? Spider-Verse stilistikasida qilgan animatsiyangiz. Yo'q. Undan ancha oldin Iron Girl bor, ya'ni Iron Girl, uchta qiz. Uchta qiz o'yin. O'shani qilganman, o'zim uchun qilganman. Ya'ni bu yerda hech qanaqa nima deb portfolio uchun, masalan, shuni adashmasam 6 oy qilganman. Sekund ham katta edi, to'g'rimi? 1 minutlik edi. Va shuni qo'yib qo'yganman portfolioga. Rekruter chiqyapti menga. Katta top 10 ta o'yin kompaniyasidan chiqyapti. Mana shu ishingizni ko'rdik, bizga juda ham yoqdi. Mana shu saytda anoda ko'rdik, ishingiz chiqib qoldi bizga. U keyin juda katta boshqalar ham menikini olib, qirqib qo'yishgan ekanda, ulardan ko'rishganda, ya'ni muzikalarni o'zgartirib, spesifiklar qo'shib, boshqa odamlar ham qo'yishgan ekan, ularni kontent qilishgan va undan chiqyapti, biz ishingiz yoqib qoldik va shu sizga ishga taklif qilmoqchimiz. CD Projekt Red kompaniyasi edi, Polshadagi Cyberpunk 2077 bor-ku. O'sha proyektga taklif qilishdi. U Steam'larda ham top o'yinlar qiladi. Top o'yinlar, top reytingda turadi. O'shanga taklif qilishdi. Men bu yerda proyektim bor edi, ham uyda edim. Ular u yoqqa Polshaga borish kerak edi. Keyin rad qilishga to'g'ri keldi. Shunda aytayaptiki, bizga hali hech kim rad qilmagan deyapti. Top 10 talikda turadigan. Shunaqada. Endi men oilaviy sharoitim bo'lmagan uchun rad qilishga. Hamma narsa o'zidan bo'ladimi? Vizalari, hamma narsa. Gastinitsiyangiz qanchadir? Hamma narsa. Bor ishlasangiz, ijod qilsangiz bo'ldi. Men ketib borardim. Endi nima deydi? Yoshlarga bu nima deydi, juda ham katta imkoniyatda. Ya'ni oila yo'q, uylangan farzand yo'q, o'sha narsa bundan foydalanish kerak. Tezroq shu o'ringa chiqish kerak va shunaqa imkoniyat bo'lsa, surish kerak demayman, borib ishlab qaytib kelish kerak. Siz baribir kamtarlik qilyapsiz, hozir top 10 talikda turadingiz, lekin bor, men hozir yaqinda ham eshitdim, yana bitta katta studiyadan bir oy ishlab ketdingiz. Top V studiya. Men o'ylaganman, nimaga ketdingiz? Birinchi o'rinda bu kompaniyaga kirish ham biroz qiziqarliroq bo'ldi. Chunki 2025 dekabrda kontraktimiz tugadi. Ishlayotgan kompaniyamiz, ya'ni ish qidirishni boshlaydi tabiiy holatda. 15 lab joyga yubordim. Yarmidan ko'pidan отказ keldi. Ya'ni bu ham tabiiy hol. Masalan, siz mana 15 yillik darajada ham xuddi shunday. Bizga vaqti tabiiy hol ekanda, yangi animatorlarga. Shuning uchun mana shu narsani yoshlar, o'zimiz hamkasblar yaxshi to'g'ri tushunish kerak. Rad javob berishi bu tabiiy holat deb qabul qilish kerak. Sizni o'ringiz yoki siz xohlayotgan narsalar ular xohlamayotgan bo'lishi mumkin, ya'ni kompaniya. Shuning uchun menga masalan anchasidan ko'pidan keldi. Ayrimlardan test zadaniya qildim, ya'ni test mashq berishdi va o'shani qilganimdan keyin ham ishimni ham yoqtirmaganlar bo'ldi. Bu bo'lishi mumkin. Va bittasidan chiqdi, yaxshi bo'ldi, ishim yoqdi va ishga qabul qilamiz deyishdi. Keyin ish ularni ko'rsatishdi va puliga kelganda men qoniqtirmadi va отказ qildim. Bu kompaniya bilan va keyin boshqa ish qidirishga boshladim va dabdurustdan uni keyin qilgan ishimiz testoviy endi qilmagan edik, nima deydi? Shartnoma, ya'ni kompaniya sirini tarqatmaslik haqidagi shartnoma qilinmagan edi, chunki u yerda riglar, animatsiyalar hamma ishlatadigan riglar ishlatilgan edi. Shuning uchun bemalol portfolio qo'yish mumkin edi. Shuning uchun uni oldimda anaga qo'ydim. Nima edi? LinkedInga anaga qo'ydim. Va bir necha kundan keyin taklif bir kishi yozyapti. Ishingizni ko'rdik, biz bilan ishlaysizmi deb. Men ularga yozganim yo'q.
keyin o'shalar bilan qildim. Bir oy test zadaniya bermaymiz dedi. Biz ishingizni ko'rdik, yoqdi, pulini gaplashdik, puli yaxshi edi. Gaplashdik, lekin u o'yin sohasi juda ham qiyin bo'ldi. Ya'ni sohani o'zgartirish. Men masalan oxirgi 10 yilda multfilm sohasida ishlaganim uchun birdaniga o'yin sohasiga o'tish biroz qiyin bo'ldi. O'shaning uchun ishlaganda juda ham qiyin bo'ldi. U yerda juda ham tez ishlash kerak. Masalan, hozirga yetgan student. Hozirgi 1 oy ishlab, 1 oyga yetmadi. 20 kun ishlab ishni to'xtatdim hamkorlikda. Ular masalan birinchidan o'zimga qiyin bo'ldi, ikkinchidan ular bergan vazifalarni vaqtida qila olmadim. Chunki u topoviy yozi nomlarini ayta olmayman, chunki endi qilingan, nima edi, shartnoma. O'sha Angliyaning bitta kompaniyasiga ishlardik. Ular bergan revyular nima deydi, tez bajarish kerak. Juda ham tez bajarish. Masalan, kunlab bajariladigan revyuni soatlarda ham sifat ham tezlik bo'lishi kerak. Ham sifat ham tez. Sifat topoviy. Eng zo'r bo'lishi kerak, lekin tezligi ham zo'r bo'lishi kerak. Va tezlikni bajarish uchun sizga juda ham ko'p tool kerak. Ya'ni juda ham ko'p skriptlar, ularni bilishingiz kerak. Nima deydi, o'zlarining skriptlari bor ekan, pluginlar bor ekan, o'shalarni berishdi. Adashmasam 36 soatlik dars berishdi. Bir haftani ichida o'rganib chiqqin deyishdi. Endi nima deydi, bosh portlab ketdi-da, uni o'rganaman deyishga. Nima deydi? Masalan, men o'zimni o'ylardim, ko'pincha tez o'rganaman, o'rganishdan qochmayman deb o'zimga ishonardim-da. Lekin uncha ma'lumot ko'rgandan keyin tan berdim-da. Juda qiyin bo'ldi. Shuning uchun keyin aytdim, yo dedim, ishdan maza qilish kerak odam. Va bu boshqa soha ham vazifalarni vaqtida bajara olmadim. Masalan, bitta animatsiya bor, sikl yoki sikl emas bo'lgan animatsiya, shu yerda yana o'yin sohasida shunaqa bor. Sizdan oldingi animatsiya tayyor. Sizdan keyingi animatsiya tayyor. Siz o'rtasini qilishingiz kerak. Boshi bunga bog'lanish kerak, oxiri bunga bog'lanish kerak. Ya'ni shunaqa holat bo'ladiki, birinchisi ham ikkinchisi ham hali tugamagan. Siz o'rtasini qilyapsiz. Bu ikkalasi o'zgarsa, siz ham o'zgartirishingiz kerak va juda, yana o'sha narsani juda tez qilish kerak. Shu misol uchun mana texnik savol ham berib ko'ray, sohamiz shu. Boshi bilan oxirida deysiz. Sizga o'rtasida bo'lsa, siz sahnani tugatdingiz. Misol uchun deylik. Lekin anomalikda boshi bilan oxiri sizga tushmayapti. Ularga yoqib qoldi, sizga birinchi tasdiqlangan bo'lsa ham, sizga baribir qayta переделка uchun beradi. Sizga pul to'laydimi? Bizda men ishlagan joyda ish soatiga mamlaqa tashkil qilingan. Siz oylik olasiz. Ya'ni soat ishlaganingiz uchun oylik olasiz. Tushundingizmi? Ya'ni sizga sekund uchun so'ramaydi. Soatingizga pul to'laydi. Ya'ni masalan 8 soat ishlasangiz, 8 soatingiz uchun ishlaydi. Ya'ni qo'shimcha review bersa, u siz kechikasiz tabiiy holatda, lekin sen kechikding, bunaqa oylik bo'ladi demaydi. Siz ishlaganingiz uchun olasiz. Xo'p, endi buni suiiste'mol qilmaslik kerak. Ya'ni ataylab kechiktirish yoki kam ishlash yoki sifatsiz ishlash bo'lsa, unda aytadi, "Yo'q, kechirasan, ishing yaxshi bo'lmayapti." Masalan, menda shunaqa bo'ldi, sekundim kam chiqyapti-da. Ya'ni tez ishlay olmayapman. Chunki reviewlarni qaytadan qilish kerak va shunga ta'sir qiladi sizga. Odatan nima deydi, ahamiyati yo'q. Ya'ni review ko'p kelsa, oylikka gaplashilgan bo'lsa, u sizni oyligingizga ta'sir qilmaydi. Oylik keladi, xohlasa bitta shotni 1 oy qildirsin. U pul beryapti, siz ular shuni xohlayapti. Ya'ni sifatini a'lo darajada bo'lishini xohlayapti, siz ishlayapsiz bo'ldi. Mana shunaqa. Rahmat, maza qildim. Mana o'zimga ham zo'ranaqa bo'ldi. Bugun boshlagan shogird 3 yil ichida qanaqa darajada o'sishi va pul topishi mumkin? Agar ustoz aytgan narsalarni to'g'ri qilsa, ustoz nima degan bo'lsa, shuni qadam-qadam qilsa, 3 yil ichida qanaqa darajaga chiqadi va daromadi qancha bo'ladi? Iloj bo'lsa ochiqroq gaplashsak, ko'pchilikka motivatsiya bo'lardi. Odatan ko'pchilik kishilarga mana shu tizim to'g'ri ishlaydi. Ya'ni tartib bilan ishlash. Ya'ni aytmoqchimanki, 60% o'quvchilarda shu narsa ishlaydi. Ya'ni tartibga rioya qilish va tartib bo'yicha sabr bilan bilim o'rganish. Ya'ni 3 yil ichida u bir nechta kurslarda o'rganadi. Animatsiya asoslaridan boshlaydi, tana mexanikasi va hokazo yuz, aktyorlik va shularni o'qib chiqishga ulguradi bemalol va tajriba qilishga ham o'rganadi. Ulguradi. Biron bir kompaniyada yoki o'zi mustaqil. O'shanda o'rtacha middle yoki senior darajasiga chiqishi mumkin. Aniq bo'lish kerak, agar
nima deydi, juda ham nima deydi, qobiliyatsiz bo'lmasa, u junior bo'lmaydi. Yoki middle yoki senior bo'ladi. Va oyliklari ham xuddi oldingi aytganimizdek o'shanga mos ravishda bo'ladi. Masalan, middle bo'ladigan bo'lsa O'zbekistonda 3 million, 5 million, 7 million olishi mumkin. Senior bo'lsa 10 million o'sha atroflarda va undan ko'proq topishi mumkin. Shu kursda mana bitirdi, ishlash kerak-ku. Mutaxassis sifatida o'zbek bozorinimi yo chet bozoridan boshlash qaysi birini tavsiya qilardingiz mutaxassis sifatida to'g'riroq? Yangi bitirgan, kurs bitirgan bolaga. Chet elda maslahat bergan bo'lardim. Boshidanoq. Boshdan. Sinib qolmaydimi? Sinib qolmaydimi chet elda bozorida? Yo'q, chet elda bozori juda ham nima deydi, strukturalashgan, nima deydi, qavatlashganda siz masalan junior bo'lib bitirsangiz va juniorlikka topshirsangiz, u yoqda sizga xuddi juniorga munosabatda bo'lgandek bo'ladi. Ya'ni oyligi ko'paygan deb turib siz seniorga topshirsangiz, o'shanga nisbatan o'shanga qarab nima deydi, munosabatda bo'lasizda bolalarga. Shuning uchun o'zingizning kuchingizga qarab, bitirganiga qarab topshirish kerak va nima uchun? Bozor katta birinchidan, ikkinchidan haq yaxshi to'lanadi, uchinchidan rivojlanish ko'proq. Shuning uchun chet elga harakat qilgan yaxshi, lekin kirish juda qiyin. Shuning uchun kirish juda qiyin. Shuning uchun O'zbekistonni ham ko'rish kerak. O'zimizni ham ko'rish kerak. O'zimizni ham hozir masalan rivojlanib boryapti. Agar u yoq bo'lmasa, bu yoqda ko'rish kerak. Lekin nima deydi, yopishib olish kerak emas. Faqat chet elga, faqat chet elga, faqat chet elga. Qayerda bo'lsa ham, ishni yaxshi sizga qoniqtiradigan bo'lsa, ko'rgan yaxshiroq. Ustoz hozir freelancer animator bo'lib ishlayman dedingiz. Kuchli freelancer bo'lish uchun animatorga nimalar kerak? Birinchi navbatda tezlik. Freelancerda endi hamma biladi, bu ish bayiga to'lanadi. Ya'ni sizni qilgan sekund animatsiyangizga ish bayi va uni tez tugatishga harakat qilasiz. Chunki uni sekund tugatsangiz va o'sha sekundni kamroq bo'ladi va kam haq olasiz. Shuning uchun tezlikka e'tibor berish kerak. Buni tezlikda qanaqa qilib oshirish mumkin? Birinchi navbatda toollar, ya'ni ishlatadigan qo'shimcha plugin, skriptlaringiz bor, o'shalarni yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Sizni ishingizni tezlashtiradigan. Animbot bo'lishi mumkin, animation helper bo'lishi mumkin, advanced skeleton bo'lishi mumkin. Ko'p o'shalarni yaxshi o'rganib olganingiz yaxshi. Ya'ni sizni ishingizni tezlashtiradigan. Ya'ni texnik bir narsani ko'p marta qaytariladigan ishlarni o'sha pluginlarda qilib tez qilib olsangiz o'shanda yaxshi. Ikkinchidan tizimlashtirib olgan yaxshi. Masalan, men ishlayman hozir eng ko'p narsa masalan ideyani tasdiqlatib olishga vaqtida. Shuni olaman, referens olaman o'zimni, shuni yuboraman. Tasdiqlab bering deyman, ko'radi. Mana joy bo'lmas ekan, mana joy bunday bo'laylik, mana joy emotsiya yaxshi chiqmayapti yoki qo'li noto'g'ri bo'lib chopibdi deydi va uni qaytadan videoga olaman, shu telefonga va qaytadan jo'nataman. Va 1 soat, 2 soatda ideyani tasdiqlatib olaman. Va ideya tasdiqlangandan keyin uni o'sha blocking, spinning, polishingga kam vaqt sarflaysiz. Asosan tezlikka urg'u berish kerak ekan. Freelance bo'lganda tezlik va narola, nima deydi, bog'lanishlar, ya'ni tanishlarga. Chunki freelansda ko'p tanishlardan freelanslar chiqadi. Undan chiqib qolishi mumkin, bundan chiqib qolishi mumkin. O'shanga e'tibor berish kerak. Oxirgi savolim, keyin blitz savoliga o'tamiz. Agar hozir 15 yoshda bo'lganingizda nimadan boshlardingiz? Animatsiyadan boshlagan bo'lardim. Yana va yana. Endi 15 yoshimda animatsiya bilan shug'ullanmaganman. Endi bizni ko'rib turgan 15 yoshli bola bo'lsa, shunga siz o'zingizni ko'rib, o'zingizni qo'yib nima degan bo'lardingiz? Qiyin savol. Ijodiy tomonni o'rganishga ko'proq mehnat sarflagan bo'lardim. Masalan, tasviriy san'at, koloritlar va boshqa ko'proq ba'zi narsalarni, nima deydi, rejissura, komponovka, masalan, oddiy fotograflarda o'rgatiladigan komponovkalar, shularni nima deydi, o'rganishga birinchi e'tibor qaratgan bo'lardim. Birdaniga texnik animatsiyaga yoki mayani o'rganishga emas, birinchi tabiiy yo'nalishlarni o'rganishga, ya'ni san'at tabiiy yo'nalishlari, mana bu bazaviy yo'nalishlarini o'rganishga harakat qilgan bo'lardim. Keyinchalik o'sha animatsiyaga o'tgan bo'lardim. O'sha 15 yoshli Jasurbekka pulga qiziqmadigan bo'larmidingiz? Nima qilgan? Pulga qiziqmadigan bo'larmidingiz boshlanishida? Xuddi shunday. Hozir ham shunaqa degan bo'lardim. Hozir ham shunaqa degan bo'lardim. Chunki 15 yoshli bola pul haqida o'ylash kerak emas. U даже ish haqida ham o'ylash kerak emas.
endi sharoit masalan qiynalgan yoki masalan oilada yagona boquvchi bo'lsa, u bo'lishi mumkin, masalan 15 yoshli bola. Lekin odatan ko'pchilikda ota-onasi bor, narsasi bor, umuman pul haqida ham, ish haqida ham o'ylash kerak emas. Faqat o'rganish haqida o'ylash kerak. 20 yoshgacha. 20 yoshdan ham 22-23 yoshgacha даже faqat o'rganish. Undan keyin ish haqida o'ylasa bo'ladi va pul topish. Juda chiroyli gapiryapsiz. Faqat bitta tarafi bor, meni o'zim fikrim. Hozirgi jamiyatimizda shunaqa propaganda qanaqadir keng tarqalib ketdiki, ota-onalar ham kerak bo'lsa 18 yoshli, 16 yoshli bolasidan juda ko'p narsa xohlayapti. O gelikda boshqa narsani gapirmay qo'ysa ham bo'ladi. Ularni esdan chiqargan holda 18 yoshli, 16 yoshli bolasidan juda ko'p narsa xohlayotgan moliyaviy taraflama. Shuni xohlayotgan ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Mana shu kameraga gapirsangiz, shu bilan biz savol o'tamiz. Unaqa maslahat, ota-onalarga maslahat beradigan darajada emasman, lekin farzandlarga nima deydi, millatimizni nima deydi, kelajagi bo'lgan farzandlarga ko'proq ilm bilan shug'ullanishni talab qilganimiz yaxshiroq. Ulardan pul so'raganimizdan ko'ra. Masalan, men o'zim farzandlarim ham hali kichkina, lekin ular pul haqida, mana bu puliga sotib oladigan narsa, pul haqida umuman ma'lumot bermayman. Ular nimaligini ham yaxshi bilishini hali xohlamayman yoshligidan. Ular faqat o'qisin, dars qilsin, ishonasizmi yo'qmi? Masalan, farzandlarim ayrim vaqtlar shunaqa bo'ladi, kechqurun masalan dars qilaylik deb yig'laydi. Mana shunga o'rgatishimiz kerak. U farqi yo'q, qanaqa dars bo'lishi, diniy, dunyoviy, animatsiya farqi yo'q. Xohlagan narsa, u uchun hamma narsa dars. O'shanga o'rganishimiz kerak-da. U pul talab qilish keyin bo'lishi kerak. Keyin 20 yoshdan, 30 yoshdan, 20 yoshdan oshgandan keyin, undan keyin sanim ishlagin. Undan keyin o'zi nima deydi, o'zi odatdan 18 yoshgacha bilim egallanib bo'ladi-da. Shu vaqtgacha o'rganib, undan keyin pul talab qilishimiz kerak. Undan keyin o'zi bilim, farosat talab qilish anoda nima deydi, kechda o'zi. Kech bo'ladi. Shuning uchun ota-onalarimiz ham shunaqa qilgani menimcha yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni boshida bilim talab qilish kerak, keyin ish, mas'uliyat talab qilish kerak. Ustoz, rahmat sizga kattakon. Sizni yana qanaqadir ma'noda qaytadan tanishdingiz. Bu savollar o'zim mazza qildim. Xudo xolasa bizni ko'rib turganlar ham ko'p narsa olishadi deb o'ylayman. Endi blitz savollarga o'tsak, keyin oxirida sovg'amizni aytamiz. Savol beraman. Faqatgina ha yo'q deb javob bersangiz kerak bo'ladi. Rasm chiza olmasa ham animator bo'la oladimi? Ha. Telefon bilan animatsiya qilish yetarlimi? Yo'q. Sun'iy intellekt animatorlarni to'liq almashtiradimi? Yo'q. Animatsiyada pul bormi? Ha. Diplomsiz ham sohamizda ish topsa bo'ladimi? Ha. Freelance orqali ishlash osonmi? Ha, desam bo'ladi. Har kuni ishlamasdan ham o'tsa bo'ladimi? Qiyin, lekin ha, qiyin, ha. Yo'q desak ham bo'ladi. Ko'pchilik uchun yo'q. Trendga ishlash foydalimi? Yo'q. Faqat trend bilan uzoqqa borib bo'ladimi? Yo'q. Kompyuteriz kuchli bo'lmasa ham professional animator bo'lish mumkinmi? Bitta dastur bo'lish yetadimi animatsiyada? Ha. Kreativlik o'rganiladimi? Ha. Ko'chirib o'tish mumkinmi? Ha. Tez pul topish uchun bu soha to'g'ri sohami? Yo'q. Sabr qilganlar yutadimi, yutqazadimi? Yutadi. Bizni sohada sun'iy intellektni ishlatish muhimmi? Hozircha yo'q. Bugun boshlash kechmi? Yo'q. Ustoz, sizga rahmat. Kattakon taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun. Endi bizni ko'rib turganlarga sovg'a bersak, qanaqadir eng yaxshi komment uchun beramiz. Birinchi soni xudo xolasa Telegram kanal, YouTube farqi yo'q. Qayoqda eng yaxshi komment yozsa, siz tanlab bitta odamga sovg'a berishingiz kerak. Nima bera olasiz? Kursimizga kim yaxshi komment tanlab, kim komment yaxshi yozgan bo'lsa, kursimizga bitta kursimizda tekin o'rgatamiz. Tekin 50% emas. Yo'q, tekin.
Bolalar sizlarga zo'r shans. Onlayn Onlayn yozaman endi. onlayn kursimiz bor. Qaysi nima deydi kursga qabul qilinsa, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi o'sha kursda bitta kursga tekin 3 oy o'qitamiz. Rahmat ustoz, kattakon. Bir kishini. Bo'l, bir kishini. Men o'zim bo'laman manimcha bo'ldi. Unda o'zim ham yozaman dedik. Bizni ko'rib turganlarga nima deysiz oxirida endi? Mana nechta odam ko'rib turibdi bizni. Shuncha narsani eshitishdi. Avvalambor vaqtlaringizni ajratib oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz rahmat aytaman. Animatsiyaga qiziqadigan yoshlarimiz bo'lsa, tanish bilishlar bo'lsa, bu sohaga qiziqingizlar, juda ham yaxshi soha va asosiy e'tiborimizni ilm olishga, animatsiyani puxta mutaxassis bo'lishga, chet el darajasidagi animatorlar bo'lishga harakat qilaylik va bizni O'zbekistonda ham chet el darajasidagi filmlar, multfilmlar ishlab chiqarishni harakatini qilaylik. Chunki bu narsa faqat bizga bog'liq. Mana shu narsaga harakat qilishdi. Rahmat ustoz sizga. Rahmat. Yana bir taklif qilganingiz uchun, suhbatga nima deydi? Kattakon rahmat, ishlaringizga rivoj. Sog' bo'linglar. Rahmat. Xudo xohlasa bu hali boshlanishi, keyingi sonlari xudo xohlasa bundan ham zo'r bo'ladi. Ustoz sizga rahmat kelganingiz uchun. Sog' bo'ling.